Shuhrat Rashidjon Birbardovich, Beshara tumani veterinariya bo'limi Ardaho vet uchastka mudiri mukofotlanadi. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni hosil bayrami munosabati bilan viloyat hokimining faxriy yordami bilan Murodjon, umumiy gektaringiz qancha? Mana shu xolos meniki, endi asosiy o'zimniki shu. Yo, ishlatadigan yeringiz 10 gektar deylik. 10 gektar yerga ishlatyapsiz. Biz endi siz bilan bir yildan beri hamkor bo'lyapmiz. Hamkorlikni asosiy narsa endi bir-birimizdan rosa o'rganishda. O'shanda sizga tan bergan joyimiz, siz birinchi shu yerga bo'lgan muomalangiz juda yaxshi ekan. Ancha mehr bilan, hafsala bilan, mehr bilan qarayapsiz. Bu eng kerakli narsa. Bugungi kunda endi O'zbekiston demaylik, Qirg'iziston demaylik, ikkala davlatda ham bir xil muammo bor. Birinchi muammomiz bu qishloq xo'jaligida yosh kadrlar yetishtirish bo'lsa, ikkinchi muammomiz shu tuproqda unumdorligini oshirish bo'lyapti. Yildan yilga unumdorlik sifat ketyapti-da. Shuni biz o'tgan yili kelganimizda birinchi sizga bergan bahoyimiz shu yerga bo'lgan muomalangiz bo'ldi. Bu zo'r, yaxshi narsa. Bu ancha-muncha odam bu narsaga ko'ngil burmaydi. Gap o'zi sarmoyada ham emas. Gap o'sha narsaga qiziqishda, o'sha narsaga alohida afsala bilan ishlashda bo'ladi. Shunga siz zo'r ishladingiz. Mana 1 gektar yerda hozir analiz olsa, kaliy yetishmayapti, fosfor yetishmayapti, mikroelementlar yetishmayapti, gumus ham yo'q. Mana shu yerlarda hozir minimum 2,5% gumus bo'lish kerak edi. Analizda olsa, u gumus chiqmaydi. Birga yetmagan joylar ham bor. Endi uni ko'tarishda asosiy maqsadi yo'li bu asosiy yo'li organikada. Shu yerga go'ng berish kerak, sidrat bilan ishlash kerak, keyin listovoy podkorimkalarni berish kerak. Shularni hammasini qildingiz siz, biz ko'rdik. 1 gektar yerga solgan go'ngingiz qanchadir sarmoya bo'ldi, katta pul bo'ldi. Lekin shuni orqasidan hosilingiz ham zo'r bo'ldi, sifati ham zo'r bo'ldi. Shu bilan birgalikda o'zi sizni yuzingiz ham yorug'da, shu yerni chiroyli qilib o'ziga yarasha muomala qilib qo'ydingiz. Qirg'izda bir maqol bor. Yerni boqsang, yer seni boqadi deydi-da. Birinchi yerni boqish kerak-da. Yerdan keyin bizni boqadi-da. Shu narsaga bizni hali hayron qoldirgan narsa mana shu narsa bo'ldi. Birinchi siz bilan muomala qilgandagi. Chunki biz qayerga borsak, dehqonga birinchi yerni sifatini o'nglaylik, yerga ishlaylik deymiz-da. Mana shu narsani men sizda ko'rdik. Shuni baholab turib davlatingiz ham sizni mana mehnatkash dehqon debdi. Bu to'g'ri topibdi. Bu ham to'g'ri topibdi. Qadrlabdi. Hayol yo'q edi, unaqa bir uni hayol bo'lmaydi-da o'zi qiziqqan odamda. E'tiborda. U kutilmaganda keladi-da. ancha e'tibor berishdi. E'tibor berishlar ekan. Tepadan ham shu rahbarlar ham Albatta e'tibor berar ekan. Mehnatni avvalo Xudoyim qolaversa o'sha kattalarimiz ham albatta bu bilar ekan. Mehnat qilgan odamni hamma biladi. Bilar ekan. Eng dushmaningiz ham biladi. Chunki tan beradi-da, o'zi ko'proq ichida. Tashkilot bermasa ham ichida beradi. Chunki haligi ayniqsa yerga, odamlarga bo'lgan muomala birinchi o'rinda turadi. Shu narsani sizda ko'rdik. Mana bir yil chesnok ekibsizdan necha gektar ekdingiz? 3,5 Alohida urug'ini ham afsala bilan olib keldingiz-a. Birinchi masala tuproq unumdorligi bo'lsa, ikkinchi muammo bu to'g'ri urug' tanlashda o'zi. Albatta. Urug'ni tanlashda ham adashish kerak emas. Qaysi urug' bo'lishidan qat'iy nazar, u kartoshka urug'mi, piyoz urug'mi, chesna urug'mi? Mana shu tomonlaringiz ham bugungi kungi talabiga javob beryapti. Bu ham zo'r narsa. Murodjon, biz sizga faqat omad tilaymiz. Ishlaringizda imkon qadar shu hamkorligimizni yo'qolmasin. Boshqa dehqonlarni tortishingiz, mana yana bir uchinchi sifatingiz, ko'p dehqonlar bor. Faqat o'zi qiladi-da. Sekin borsak, bu sekaret degan dehqonlarni ham ko'rdik. Bor. Mana shu narsani sekaret qilmay, mana kanal ochib, dehqonlarga tarqatib,
musulmonchilikda bor, har bir yaxshi narsani boshqa musulmonlarga ilin deganda ham O'rgatish, qilyapsiz. o'rganish. Bu tomondan ham zo'r nima ketyapti. Allohga shukr. Allohga shukr. Qancha Adashtirmasdan. dehqon sizdan foydalanyapti. Qancha dehqon, ba'zi odamlar bor, bilib turib esdan chiqib qoladi. Hatto eslatib qo'yyapsiz-da. Yo'q deganda eslatib qo'yyapsiz. Bu ham yaxshi narsa-da. Mana biz ham kelsak Qirg'izistondan o'zimizga kerakli ko'p narsalarni oldik. Hoji aka. Hamkorlikda bir yaxshi joyi, tajriba almashishda bir yaxshi joyi. Odam doim izlanishda bo'ladi-da. Doim o'ylanishda, doim izlanishda bo'ladi. Chunki borib ko'rgandan keyin unda ham qandaydir ideya chiqadi-da, shu narsalar yaxshi. Endi dehqonlarga men ko'proq aytaman, doim tajriba almashinglar. Bu yaxshi narsa. Doim to'planib turib diskussiya qilinglar. Bitta narsani uzoq muhokama qilganda ham ko'p dehqonning ko'zi ochiladi. Hammasi oddiy narsalar. Faqat e'tibor berilmay qoladi. E'tibor tortish uchun shu narsalar kerak ekan. Rahmat, ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Tinch oling. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishib, yaxshi O'z hamkorliklar qilib. o'g'lim olib kelishim kerak edi.